Voy, qatta bu? Kimga telefon qilyaptilar bular? Nima meni yonimdan ketib boshqa qiz yoniga bormoqchimilar? Nima yo'qmayapti? Hozir men sizga ko'rsataman-u. Hozir. Bir ses bir bakış bazen. Go'zal? Voy, Qiling telefon. Hozir baba bu uyda emas deb qilasiz telefon. uyda bo'laman dedi. Go'zal. Baba sotasiz. Hozir kim bilan gaplashayotganingiz telefonda? Go'zal. Uyda hech kim yo'q. Uyda bo'laman dedi. Nima aldadi meni? Jinni. Uyda hech kim yo'q ekan. Bekor kelinman. Seni qanaqa chiqarishni bilaman. O'zing xolamagan holda chiqasan hozir. Alo. O jonim. Hozir kelyapman. Yo, sendan boshqasini sevmayman-u. Nima deganing bu? O'rtog'im yonida edim. Problemasi chiqib qopti. Sendan boshqasini sevmayman. Voy. Qanaqa jonim a? Ushadimmi? Nima qilyapsan bu yerda? Kim u megajin? Ushadimmi? Olib keling telefoningizni. Hazillashdim. Hech kim yo'q, voy. Men bilaman hazilingizni. O'zi oxirgi payt faqat telefondan boshingizni ko'tara olmay qoldingiz. Bering bu yoqqa telefonni. Voy. Kim ekan? Bu nima qilganingiz? Hech kimga qilmagansiz-ku. Bilaman. Nimaga unaqa qildingiz? Qayerdan bildingiz bunaqa ayyorlik qilsangiz chiqib kelishimni? Menga qara. Ayollarni rash degan narsa go'rda yotgan bo'lsa ham uyg'otadi. Men rash qilmadim. Yo'q.